Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Hurmatli tinglovchi, bugun siz bilan inshaalloh siz uchun foydali bo'lgan mavzuda suhbatlashamiz. Ya'niki bu mavzu er-xotin munosabatlarini yaxshilash mavzusi. Ko'pchilik ayollarimiz nomiga turmush o'rtog'i bor va ular anchadan buyon bir-biriga e'tiborsiz, mehr-muhabbatsiz, bir-birini tinglamagan va bir-birini hurmat qilmagan, eshitmaydigan holatga kelib qolishgan va hattoki bu holatni endilikda normal holat deb ham qabul qilishyapti. Va ko'pchilik ayollarimiz mana shu holatdan chiqib ketishlik uchun ko'plab kurslarda, o'sha maqtalgan kurslarda ishtirok etishadi va deyarli hech qanday natijani his qila olishmaydi. Xo'sh, nimaga shunaqa bo'ladi? Eng birinchi navbatda siz turmush o'rtog'ingizga munosabatingizni to'g'irlashdan oldin siz o'zingizni energiyangizni to'g'irlashingiz kerak. To'g'ri, bu haqida deyarli hech qaysi kurslarda aytilinmaydi va toki siz energiyangizni to'g'irlamas ekansiz, siz har qancha turmush o'rtog'ingizga gapirmang, sizni turmush o'rtog'ingiz eshitmaydi. Mana e'tiboringizni qarating mana shunday vaziyatlarga. Siz juda ham ko'p marotaba turmush o'rtog'ingizga nimanidir tushuntirishga harakat qilgansiz, lekin turmush o'rtog'ingiz baribir sizni eshitmaganligini eslashingiz mumkin bo'ladi. Odatda ko'pchilik ayollarimiz o'sha energiyasini to'g'irlamasdan turib yaxshi munosabat qilishga harakat qilishadi turmush o'rtoqlariga. Lekin faqatgina shu munosabatingizni to'g'irlash bilan ish bitmaydi, chunki biza o'sha qanday munosabatda bo'lishimizdan qat'iy nazar bizani eng birinchi navbatda atrofimizdagi insonlarimizga bizani energiyamiz ta'sir qiladi. Toki siz mana shu energiyani to'g'irlamas ekansiz, sizni turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz deyarli yaxshilanmaydi. Xo'sh, odatda ko'pchilik ayollarimizda qanday energiya mavjud? Judayam ko'pchilik ayollarimizda tozalanmagan energiya mavjud va mana shu tozalanmagan energiya sizni turmush o'rtog'ingizdan sizni itarishiga sabab bo'ladi. Mana e'tibor beringda, siz har qancha o'zingizga qaramang, siz har qancha o'zingizga e'tibor bermang, har qancha yaxshi gapirmang, sizni turmush o'rtog'ingiz yaxshi qabul qilmaydi, sizga munosabati yaxshi emas, sizni eshitmaydi. Shuning uchun ham aynan mana shu turmush o'rtog'ingizga bo'lgan munosabatni to'g'irlashdan oldin siz energiyangizni to'g'irlashingiz kerak bo'ladi. Qachonki siz birinchi navbatda yaxshi munosabatda bo'lishdan oldin energiyangizni to'g'irlar ekansiz, mana shundan so'ng sizni turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatingiz yaxshilanishni boshlaydi. Doim o'zini ayoliga xiyonat qiladigan erkaklar bor va nima uchun mana shunday erkaklar o'zini ayoliga xiyonat qilishadi? Hattoki ko'pchilik ayollarimiz shunday murojaat qilishadi-da, men judayam o'zimga qarab yuraman, meni tashqi ko'rinishim judayam chiroyli, lekin har qancha shu tashqi ko'rinishimga e'tibor bersam ham, lekin baribir meni turmush o'rtog'im menga xiyonat qiladilar deb murojaat qilishadi. Aytib o'tganimdek, sizni tashqi ko'rinishingiz, sizni munosabatingiz sizni turmush o'rtog'ingizni xiyonatdan to'xtata olmaydi. Faqatgina sizni energiyangiz sizni turmush o'rtog'ingizni xiyonatdan to'xtatishi mumkin. Agarda sizda ham turmush o'rtog'ingiz bilan mana shunday muammolar mavjud bo'lsa, marhamat, men sizni
sevimli ayol deb nomlangan kursimga taklif etaman va ushbu kurs davomida siz qanday qilib o'zingizdagi o'sha tozalanmagan energiyani qanday qilib to'g'irlashni o'rganib olasiz va aynan mana shu energiyani o'zgartirish orqali turmush o'rtog'ingiz bilan bo'lgan munosabatlarni yaxshilashni yo'llarini o'rganib olasiz. Ushbu kursimda oldin qatnashgan ayollarimizdan deyarli 100% ayol qatnashgan bo'lsa, 100% ayolda natija bo'lgan. Agarda siz ham ancha yillardan buyon mana shunday muammoga yechim topa olmayotgan bo'lsangiz, atigi 200 ming so'm evaziga siz ushbu kursimda qatnashib hayotingizni to'laqonli o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lasiz va mana shu bundan keyin inshaalloh mana shu kursdan keyin siz hech qanday millionlab pullaringizni boshqa bir qimmat kurslarga sarflashingizga to'g'ri kelmaydi va aynan mana shu kursdan keyin siz inshaalloh judayam katta o'zgarishlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat, agarda ushbu kursda qatnashishni xohlasangiz, berilgan ma'lumotlar orqali men bilan bog'lanishingiz mumkin.